Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Nijor. Hozirgi videomizda qanday qilib bunaqa Smart TV sozlashni o'rganamiz. Uning uchun hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, barcha ilovalar yuklangan, internetga ulangan va akkaunt ham ulangan. Hammasini noldan qanaqa qilishni ko'rsataman. Qani videoni boshladik. Xo'sh, o'rtadagi tugmani bosing deyapti. Bosamiz. Bu yerdan tilni tanlang deyapti. Til bizda rus tili yoki o'zbek bo'ladi. Qaysi biri sizga qulay bo'lsa, o'shani tanlaysiz. Men rus tilini tanlayman. Va dalil tugmasini bosamiz. Bu yerda o'sha strana, ya'ni davlat tanlayapti. Davlat O'zbekiston. Xo'p, Samarqand va Toshkent bor. Biz Toshkent tanlaymiz, sababi Toshkentda turganligimiz uchun. Umuman Toshkent o'sha vaqt Xo'p, buni keyinroq qilamiz. Установка с помощью мобильного устройства LG Think orqali deyapti. Sizda o'sha LG Think alohida ilova, o'sha orqali kirgan, ya'ni oldin sizda LG bo'lgan bo'lsa, o'sha orqali kirsangiz bo'ladi. Biz esa buni через pult, ya'ni yengitdan bo'lganligi uchun через pult orqali yengitdan qilamiz va dalil tugmasini bosamiz. Internetga ulang deyapti. Internetga biza kabel orqali ulangan va bu yerda dalil qilib o'tib ketsak ham bo'ladi. Hop, bu yerda hamma narsaga rozimiz deb o'tib ketamiz va hop, o'zi qo'ramiz. Dalil. Hop. Только televizor. Hop, sizda devorda turadigan bo'lsa, TVni singa qilasiz. Menda hozir postavkada turibdi, shuning uchun men postavkani tanlayman. Har xil galereya o'sha almashtirsin degan narsa, o'shani tepaga yoqib qo'ysangiz, постоянно o'sha o'zgaradi orqasidagi foni. Shuning uchun men bu narsa shart emas deb o'ylayman. Shuning uchun dalil tugmasini bosib o'tib turaman. Antenna orqali ulangan bo'lishingiz mumkin yoki kabelli televideniya. O'shani tanlagan holatda настройка qilasiz. Men esa настройка qilishim shart emas, chunki menda kabelli sputnikovый ham yo'q, qanaqa kabelli TV ham, sifra ham yo'q, antenna ham yo'q. Shuning uchun menda hammasi через internet bo'ladi. Agarda sizda shunaqa bo'lsa, siz o'sha dalil tugmasini bosgan holatda shu yerdan настройка qilsangiz bo'ladi. Xo'p. To'laqonlik bizda shunaqa holatda bo'ladi interfeysimizda. Hop, interfeysimizda mana Play, LG Cinema, Megagoy, Kinopoisk, Ivi va qanaqadir ilovalar bor. Hop, bularga to'xtalib o'tirmaymiz. Avvalambor siz настройка bo'limiga o'tishingiz kerak. Bu yerdan o'sha Wi-Fi ulagan bo'lsangiz, shu Wi-Fi'da turadi. Siz часовой пояс Toshkent tanlagan bo'lsangiz, bo'ldi, o'sha GMT+5 da turadi. Hop, bu yerga kirib data время joyiga bitta qarab o'tishingizni tavsiya qilaman. Sababi bu yerda avtomatik turishi kerak. Avtomatik nimaga turishi kerak? Sababi qachonki siz internetga ulangan paytingizda televizor avtomat tarzda o'zi vaqt bilan kun, yilni to'g'irlab olishligi uchun. Hop. Ekranga o'tamiz. Ekranda основной turibdi. Rejimi основной emas, kino qilamiz, chunki ko'pchiligimiz bunaqa katta televizorda albatta ko'p kino ko'ramiz. Agar siz sport ko'rsangiz, sportga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Yarqisi shunga qarab o'zgaradi. Va zvukda ham standartniy bo'ladi. Siz buni ham kino qilib qo'yishingiz kerak. O'shanda kino ko'rayotgan paytingizda kinoni to'laqonli maza qilib ko'ra olasiz. Поддержка bo'limiga o'tib, обновление по ni avto obnovlение qilib
proverka обновление qilib qo'yishingiz kerak, chunki bu televizoringiz uchun juda ham muhim narsa. Keyinchalik qanaqadir перебойli, qanaqadir narsalar ishlamaslik qolishi yoki qanaqadir dostуп nimalarga bermasligi oqibatlarini o'sha kelib chiqmasligi uchun shu narsani yoqib qo'ysangiz, televizor yoqqan paytda avtomatik o'sha обновлениyalarni televizoringizda yangi обновлениyalarni обновить qilib turadi. Xo'p, sozlamalardan kichiklardan shular edi. Internetingizga ulangansiz. Endi esa mana bu tepadagi ikonka odamga kirib turib, показать больше qilamiz. So'rashingiz. Mana shu ikonkaga ichiga kiramiz va akkaunt bu yerdan so'zlat qilishimiz kerak. Nimagaki siz shu akkaunt orqali o'zingizni ilovalaringizni mana bu app ilovasi. App bu o'sha LG televizori o'zini ichidagi ilovalarni yangilaydigan, o'zi umuman ilovalar yuklash uchun kerak bo'ladigan ilova. Bu yerda faqat ilova yuklashingiz uchun siz o'zingizni akkauntingizga ega bo'lishingiz kerak. Akkauntingizga ega bo'lmasangiz, sizga u do'st bermaydi. Обновить qilishga ham, ilova yuklashga ham. U sizni shu обновление, ya'ni mana bu bo'limga otib yuboradi. Bu yerga kirib, siz войти с помощью приложения qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bu LG Think orqali bo'ladi. С помощью мобильного телефона bu sayt orqali yoki с помощью устройства, ya'ni bu televizor o'zidan, ya'ni sayt orqali o'tiladi va o'sha orqali tergan holatga kirsangiz bo'ladi. Eng osoni bu yerda faqat с помощью мобильного bo'ladi. Sababi bu yerda QR-kodni skaner qilib olasiz. Sizni alohida Chromedan yoki brauzerga to'g'ri otadi sizni. Brauzerga sizni o'sha kirganingizda shuni kirgizgan holatda akkauntingizni ulab qo'yasiz. Hozir men buni televizorda ko'rsataman, telefonda ko'rsataman qanaqa qilinishini. Xo'p, skaner qilib oldim men. Skaner qilganimdan keyin menda Firefox mana shu LG anaqasiga olib kirib ketdi. Bu yerda o'sha bizda yozilgan kodlarni yozib chiqamiz. SGI55i va dalini bosamiz. Xo'p, bizda o'zingiz agar uchetni zapisingiz bo'lsa, tepada o'sha elektron pochtangiz orqali kirib ketsangiz bo'ladi. Hop, bu yerda registratsiya yoki найти ID menimcha hammaga oson bo'ladigan varianti bu. Yo sizda iPhone bo'lsa, App Store orqali ulab kirsangiz bo'ladi. Men esa Google akkaunt orqali kiraman. Chunki ko'pchilikda menimcha shu Android bo'lsa kerak. O'sha orqali kirib ketamiz. Va принять всёni bosamiz, принять bosamiz. Hop, bu yerda parol bu yerda o'sha keyinchalik menimcha hozir siz registratsiyadan o'tkazyapti. Keyinchalik kirishingiz uchun mana shu elektron pochta va parolni kirgizishingiz uchun shu подтвержденияларni so'rayapti va ism, familiya, sharifingizni ham men bu yerda o'sha parolni qo'yib yuboraman, ismimni yozib qo'yaman, familiyamni ham va dalil tugmasini bosib o'tib ketamiz. Xo'p, tashakkur bildiraman siz registratsiyadan o'tganingiz uchun. Наслаждайтесь использованием различных Xo'p, maza qilib LG televizoridan foydalaning deyapti. Vaqt выполнен. Xo'p, shunaqa narsa chiqdi. Ya'ni LG o'sha televizoringizga nom bering deyapti. O'zingiz shu nom berasiz. Oqda unchalik ko'rinmayapti. Har xil randomniy so'zlar yozilgan. Bu yerga o'sha oldingi nomini yozib qo'yamiz. Shunaqa nomlab qo'yaman. Buni xohlasangiz nomlasangiz bo'ladi, xohlasangiz yo'q. Bu o'zingiz xohishingiz.
Hop, endi esa bemalol ilovalarni yuklay olamiz. Bizaga birinchi hop, qaysi ilova bizga kerak bo'ladi? Men o'zim shu foydalanadigan ilovalardan birini yuklaymiz. Bo'lmasam bu o'sha speed test bo'ladi, ya'ni internetda o'lchash uchun kerak bo'ladigan ilova. Siz bu yerdan shu ko'rib ola olasiz. Qancha tezlik olayotganingizni. Yuklandi. Bu yerda Setanta Sports ham yuklasangiz bo'ladi. Setanta Sportsda bu yerda promo efirlarni bilmadim-ku, lekin o'sha promo efirdan o'sha o'tib ketgan o'yinlar ko'rsangiz bo'ladi. Va bitta ilova Optimedia. Optimedia degan bizda ilova bor edi. Tekin kanalda ko'rsa bo'lardi, lekin hozir pullik qilib qo'yishdi. O'shanga yokida pul olgan holatda, yokida o'sha podpiska orqali ko'raverasiz. O'sha Alplay, ITV yokida har xil shu ilovalar orqali ko'rsangiz bo'ladi. Google Cast, sizga bu yog'i kerak emas. Hop, bu yerda keraksiz ilovalarni o'sha mana burchakdagi mana bu qalamchi shu orqali bosasiz. Bu yerda o'sha ko'rinmaydigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Skritniy qilib qo'yamiz. To'g'ri, skritniy emas, ko'rinadi. Keyinchalik qo'yib olsangiz bo'ladi. Keraksiz ilovalarni chiqarib yuboramiz tepaga. Chunki baribir bulardan foydalanmaymiz. Hop. Va mana oddiy holatga kelib qoldi. To'g'risi bu ikkita ilovadan foydalanib ko'rmaganman. Biz esa endi web brauzerdan xo'sh, mana boshqarishda ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu yerda mishkani shu o'rtasida turadigan narsasi bor. Nima deydi, uni polznok deydimi, nima deydi rus tilida. O'sha narsasi orqali boshqarasiz. Hop, blokировать. Mayli, bir savol chiqib qolaylik. Mayli. Hop, bu yerda plus joyini bosamiz, bunaqa plus joyini bosamiz va bu yerga Seniorama deb yozamiz. Oldingi videolarimda agar ko'rgan bo'lsangiz, Seniorama qanaqa qilib turib registratsiyadan o'tish, qanday qilib yuklasa bo'ladi, shu yo'llarni aytib o'tgan edim. Agarda sizda mana bunaqa original televizorlar bo'ladigan bo'lsa, internetingiz sifatli bo'ladigan bo'lsa, bemalol brauzer orqali ham ko'rsangiz bo'ladi, lekin brauzerda kirish sal noqulay, lekin 2-3 ta klik ko'proq qilasiz. Lekin tekin baribirga shu internet provayderingiz misol uchun Uzonline bo'lsa, Telekom o'zining ilovasi bor, shu orqali ko'rsangiz bo'ladi. Turon Telekomda Seniorama yokida har xil o'sha Alplay, ITV, shu kabi Netflix kabi ilovalardan ham podpiska olib turib ko'rsangiz bo'ladi. Bez hech qanaqa kabel, mobilsiz ham o'sha kanallarni ko'rsangiz bo'ladi, ham kino filmlarni ko'rsangiz bo'ladi. Umuman anaqa ko'p, kontent juda ham ko'p. Hop, bu yerda YT joyga o'ta olmayman. Hop, YT joyga o'tamiz. Bu yerda telefon raqamingiz deyapti. Registratsiya oddiy, telefon raqamingizni kiritasiz. Unamasda просто приложить bo'lsa, sizga 6 ta raqamli kod keladi, сообщение bo'lib, shu telefon raqamiga o'shani kiritasiz va bo'ldi. Shu orqali o'zi ishlatasiz. Akida pastda mana ko'rib turganingizdek olib tursak, Google joyi bor. Google joyini bossangiz, shu Google akkaunt orqali ham kirsangiz bo'ladi. Bunaqa yangi chiqayotgan Bitkoza Bitway degan yokida umuman boshqa kinofilmlarni yuqori sifatda ko'rsangiz bo'ladi.
Xo'sh, bu kimda o'sha interneti bor va signirama o'sha yuklab turib yoki ko'ryapsiz yoki o'sha brauzer orqali ko'rasiz. Endi agar u narsa bo'lmaydigan bo'lsa, YouTube sizni kinolar bilan yoki sifati bilan yoki ovozi bilan qoniqtirmayotgan bo'lsa, sizga yordamchi bo'lib turib YouTube yoki VK video keladi. Yoki Kinopoisk. Kinopoiskdan faqat podpiska olishingizga to'g'ri keladi. Podpiska bu o'sha 10 ming so'mmi shunaqa tashkil etadi. YouTube Rutube to'g'rirog'i. YouTube ruslashgan varianti, ya'ni Rossiyada o'sha bilasiz, YouTube yopilganligi uchun Rutube ochishgan va hozirda mana o'z faoliyatini davom ettirib kelyapti. Shu yerdan poiskovikka o'zingiz yoqtirgan kinoyingiz yoki filmingizni yozib ko'rsangiz bo'ladi, agarda bu yerda bo'lsa. Keyingisi VK video. VK videoda ham o'sha o'zingiz kino hop, mana Tron Ares kinosi bor ekan. Qisqasi, kontent juda ham ko'p. Faqat o'sha ilovalarni yuklab olsangiz bo'lgani. Men bundan VKdan foydalanib ko'rmaganman. Agarda qanaqadir mayli, hozir ko'ramiz. Kino sifati umuman qaysi Full HD qilib qo'yamiz. Никто. Что? Переворотная программа Diligence. Hop, ko'rib turganingizdek normalniy ko'rsatyapti. Sifati ham bo'ladi bizga. Hop, bu orqali ko'rsangiz bo'ladi. Va o'sha Setanta Sports oldingi ko'rmagan futbollaringiz yoki UFC o'sha janglaringiz bo'ladigan bo'lsa, shu yerda o'tkazib yuborganlaringizni ko'rsangiz bo'ladi. Albatta, YouTube ham bor. Bu eng o'sha prosta variant YouTube. Bu yerda o'sha YT'ni bosasiz. QR kod orqali o'sha akkauntingizni kirgizasiz, bu yerga akkaunt ochasiz saytdan. Hop, buni ham hozir men sizga ko'rsataman qanaqa qilinishini. Hop, qisqasi bo'lmadi. Qanaqadir o'sha VPN orqali kirgansiz deyapti. Shuning uchun buni o'zingiz o'sha qo'llab qilib ko'rasiz. Bu ham o'sha oddiy akkaunt ochish kabi shunaqa registratsiyalar bo'ladi, oson. Xo'sh do'stlar, pultni instruksiyasini ko'rsatib chiqmoqchiman. Bu yerda o'sha qizil knopka o'chirib yoqadi televizoringizni. Bu yerda o'sha kanallarni olib o'tish joyi. Agarda mana o'rtasini bosadigan bo'lsangiz, mishka yoqilib ketadi va o'sha mana o'rtasidagi lazer orqali mana bunaqa o'sha mishkani surayotgandek bo'lib ko'rinadi. Buni yo'qotish uchun esa mana bitta tugmachani bossangiz bo'lgani. Bu yer ortga qaytish, bu o'sha misol uchun YouTube'ga kirdingiz. Hop. Sizda ikki xil chiqish yo'li bo'ladi. Bittasi orqaga bosish tugmasi, orqaga bosib, ikki marta bosib chiqib ketasiz. Hop, qisqasi YouTube tugmasini bossangiz bittadek chiqadi. Orqaga tugmasi o'sha bitta sekin-sekin chiqishga yordam beradigan knopka. Hop, bu yerda o'sha sozlamalarga o'tasiz. Mana tepada sozlamalar mavjuddan sozlab olsangiz bo'ladi. Bitta o'sha bizning internet, kinoni ekran rejimi, ovoz rejimi, o'chirish ekranni. Hop, qisqasi shulardan iborat va bu yerda o'sha ovozni past-baland qilish, bu yerda esa kanal bo'lsa, kanallarni tepa va pastga tushirish joyi. Ya'ni mana bu yerda o'sha past-baland qo'yamiz. Bu yerda
boshqarilishi shunaqa bo'ladi. Hop, pastda esa knopkalar bor. O'sha Netflix, Ivi, Okko. Hop, shularni bosgan holatda kirib ketsangiz bo'ladi promoy, lekin bularni ishlatib o'tirmaymiz, chunki bularda podpiskalar kerak. Bizda esa podpiskalarimiz yo'q, o'zi umuman shart emas bizga bu narsalar. Hop, qolgan narsalarni bu yerdagi knopkalarni o'zingiz ishlatib ko'rasiz. Sababi men unaqa ko'p foydalanmadim televizordan. Asosiy narsalari shulardan iborat edi. Hop, bu joyi vizualizatsiya. Hop, mana bu yerda televizor haqida bo'lsa kerak. Buni bosib, umuman vizualniy funksiyaga kirsak, har xil imkoniyatlar bor. Shu yerdan savetiga kirib ham o'sha rekomendatsiyalarni o'qib chiqsangiz bo'ladi. Mana голосовой identifikatsiya qanaqa qilinadi. Hop, misol o'yin o'ynamoqchisiz, nima настройка qo'yiladi. Управление, переключение, hop, qanaqadir kolonkangiz bor. Umniy o'sha ulab qo'yasiz bunga. Kolonkangiz bilan birga ishlaydi. Qisqasi barcha ma'lumotlar mana shu yerda kirib ko'rsangiz bo'lar ekan. Bularni o'qib, o'rganib, sizga keyingi videolarda tushuntirib beraman. Hop, bu yerda juda ham ko'p funksiyalari bor. Har bittasini tushuntirib chiqadigan bo'lsam, to'g'ri, o'zim ham birinchi ko'rib tushunib olishim kerak. Asosiy narsalari shu edi. Birinchi o'sha yoqqaningizdan keyin ko'rishingiz kerak. Ko'rishingiz uchun kerak bo'ladigan narsalar shulardan iborat edi. Nima ilova yuklash kerak, hop, nimalar kerak bo'ladi, nimadan registratsiyadan o'tiladi, shularni aytib o'tdim. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosib qo'ying. Keyingi videoda uchrashguncha xayr.